Qarang, kecha kuratorlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Ya'ni kecha soat 6 da kuratorlar yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bunga kirgan kuratorlar bor, kirmagan kuratorlar bor. Kuratorlar kecha shunaqa ma'lumot berdiki, meroperiyatsiyalar, ya'ni donatorlar uchun ham foydasi tegadigan meroperiyatsiyalar bor ekan. Ya'ni oldinlari donatorlarga qanaqadir foydasi bo'lmagan bo'lsa, hozirgi mana shu yangilikda, hozirgi kuratorlar berib o'tgan yangiligida donatorlar uchun ham foydali tarafi bor ekan. Ya'ni mana shu donatorlar donat qilib turib, o'ziga foyda qilib olishi mumkin ekan. Mana shu haqida aytib o'tsak ham yaxshi bo'laydi, chunki kecha shu narsa yoritildi, ya'ni kuratorlar sabraniyasida yoritilib berildi. Xo'p, ya'ni donatorlarga qanaqa plyusligi bor ekan? Donatorlarga plyus tarafi mana misol siz kirib o'zingizni qanaqadir yoqtirgan vidushiyingizga donat qilyapsiz, yoqtirgan vidushiyingizga yordam qilib podarka tashlayapsiz, sizga hech qanaqa nafi bo'lmagan shu paytgacha. Prosta nima deydi? Ko'ngilni ko'tarish uchun yo o'zingizga yoqqani uchun donatlik qilgansiz. Hozir bunaqa emas. Hozirgi yangi o'zgartirishlarga donatorlarga ham reyting berilibdi. Ya'ni donatorlar ham donat qilib turib, o'zi foyda qilib ola oladi. Ya'ni qanaqa foyda? Oyda oxiriga faqat swip ball yoki swip bilan emas, sizlarga kartochka beriladi. Ya'ni donatorlik qilib turib, kartochka olasizlar. Kartochka bu nima degani? Kartochka hozirgi yangi chiqqan Big Life 9 yilligini podarkasini o'tganinglarga sizlarga galochka beradi. Xo'p, bu galochka qanaqa narsa u? Galochka bilan kartochka bitta narsa ekan. Sizlar o'sha kartochka olganinglarni sizlarga galochka qilib beradi. Ya'ni sizlarga har bitta tashlagan podarkanglar, har 50 ta tashlagan podarkanglar galochka donatorlarga ham foydasi bor narsa. Kartochka 950 galaga chiqish uchun beriladigan narsa ekan. Ya'ni siz qancha ko'p kartochka yig'sangiz, ya'ni 20 mingtalik, 10 mingtalik, 5 mingtalik podarkalar chiqqan, o'shalarni otsanglar, o'shalarni tashlasanglar, sizlarga shunchalik ko'p kartochka berilar ekan. Donatorlarga plyus tarafi bu. O'sha kartochkalarni sizlar almashtirib, bilet qilib, gala konsertga, ya'ni bilet yutib olasizlar. Bu bitta plyusi donatorlar uchun. Faqat o'sha 9 yillik podarkadan o'tishinglar kerak. Keyin yana bitta narsa, Bahaka bu narsani kecha uni ham keltirib o'tishdi. Podarkalarning ichida 50 talik 9 yillik gala podarka bor ekan. Uning ichida juda ham ko'p katta sovrin qo'yilgan ekan. Ya'ni katta sovrin. Misol oldinlari 50 talik qaytaradigan podarkani ursanglar, kam qaytaraydi, kamdan kam katta podarka qaytaraydi. Hozirgi qo'yilgan 50 talik sunduqda juda ham yaxshi, juda ham ko'p katta sovrin qo'yilgan ekan, katta podarka qo'yilgan ekan. Shu masala bo'yicha Bahaka semyaga donatorlarning kirishini plyus tarafi, semyaga donatorlarning qo'shilishini plyus tarafini bitta aytib bersangiz yaxshi bo'laydi. Semyada donatorlarning kirishi haqida gaplashamiz. Bugun yaqinda o'zimni zemlyagim bratim yaqin insonim kirdi. Imенно efirimda shu turgani uchun o'sha narsa uchun informatsiya beraman. Ya'ni semyada donatorlarni nima uchun kuratorlar chaqirib olishadi yoki boshqa semyada yurgan paytida topoviy semyalar bor. Ular o'zlariga chaqirib olib, keling aka semyamizga kiring, bu yerda deb yalinib kirgizish shu noto'g'ri narsa. Donator o'zini xohlagan semyasiga kirishga haqqi bor. Birovning gapi bilan kirib, qanaqadir nagradlarga ishonib ketsa, demak u donator aldanib qolgan inson bo'ladi. Chunki va'dani hamma bera oladi, lekin uni desiva qilishi juda kamdan kam holatda to'g'ri bo'ladi. Donator qachonki zo'r pakubka qilsa, ya'ni swip 3, swip 4 larda yursa, ular uchun alohida nagrad bor. Ya'ni papanenisi $10,000 dan ziyod bo'lsa agar, tushilgan sovg'adan, ya'ni semyaga berilgan nagraddan 40% beriladi. Bizani nagrad. Endi boshqa semyalarni bilmayman. Birinchi topga faqat 40% beriladi. Agar tushunarli, qarang, mana shu top 1 ga deyapsiz. Top 1 ga deyapsiz. Agar top 2 bilan top 3 ga tursa-chi semyamizda, ularga ham qanaqadir bir plyus tarafi bo'ladimi? Yo'q, top 2 top 3 larda ham обязательно nagrada bor, faqat ularniki foizga qarab emas, ularniki kolичество va summasiga qarab, ya'ni papaninisiga qarab
beriladi. Ya'ni $50 balkim. Agar paketga ko'p qilgan bo'lsa, balkim $100. O'shanga almas beriladi. Endi u narsani donatorlar uchun to'g'risi semiyadan keladigan aslida haqiqiy donator uchun u narsa shart emas, kerak ham emas u narsa. Lekin ularni qiziqtirish uchun, semiyada drujni ishlashi uchun qilinadi u narsa. Atak semiyni nagrad degan narsa o'zi unchalik katta summa emas u. Ayrim semiyalar, masalan, $1,500-2,000 даже nagrad oladigan semiyalar bor. Endi u top 1, top 2 da turadi. O'sha endi $1,500 olgandan keyin birinchi topga $500 almas bersa agar, конечно, yaxshi narsa-da u. Endi bu narsani top 1, top 2 birinchi topni, ikkinchi topni olish uchun ham juda katta summa tiqish kerak. Undan ko'ra men maslahat berardim, bu yerga pul tiqqandan ko'ra pulni ko'proq olgan yaxshi. Men uchun eng zo'r yo'nalish bu donatorlarga, ya'ni o'zlari akkaunt ochgan holatda o'zlari bir vidushi akkaunt qilib, o'zlari podдержка qilib, o'sha akkauntlarni plan yopganlari va o'sha tushgan dohodini yana admin qilib o'ynash imkoniyati bo'ladi. Chiqqan oyliklarni yana almas qilib, o'zlariga rasxodlarni, ya'ni qilingan rasxodini ma'lum qismini, hammasini 100% ni qoplay olmaydi, ma'lum qismini qoplashiga imkoniyat. Qarang, yana bitta narsa. Donatorlar qanchalik ko'p kartochka yig'sa, qanchalik ko'p podarka tashlasa, donatorlarga 500 ming, ya'ni 500 ming bob donatorlarga nagrada beriladi debdi. Top 1, top 2, top 3 donatorlarga berilar ekan. Top 1 ga 500 ming bob berilar ekan. Top 2 donatorlar, bu donatorlar uchun, bu vidushilar uchun emas. Top 2 donatorga 200 ming bob berilar ekan. Top 3 ta olgan donatorga, mana shu SNG bo'yicha top 3 ta olgan donatorga Bigo Life tomonidan igrushkasi berilar ekan, yangi igrushkasi chiqqan ekan. Unga ham kamroq miqdorda bob berilar ekan. O'sha bobni donatorlar qanaqa yo'lda ishlatsa bo'ladi yoki o'sha bobni yechib olsa bo'ladimi? Xohlagan inson xohlagan summadagi, ya'ni $32 dan yuqorida bo'lgan summadagi bobini, ya'ni o'sha nagradani yechsa bo'ladi. Xuddi vidushi bo'lsin, xuddi donator bo'lsin, u narsani qizig'i yo'q. Yoki bu narsani almashtirib, almashtirib qanaqadir o'yin o'ynasa ham bo'ladi. Bu narsa odam o'ziga bog'liq. Vidushi bo'lish shart emas. Kashilokdagi nagradni yechish uchun yoki tushilgan bob yoki tushilgan summani yechish uchun vidushi bo'lish shart emas. Kuratorga обращаться qiladi, если что. Kuratorga aytadi, mana shu summani yechmoqchiman, nima maslahat berasiz desa, u unga o'zini PayPal'larni ulab, kurator через o'zini продавецligi orqali yechib beradi. Donator nagradani olsa, o'sha nagradan olsa, kastingdan o'tmay turib ham o'sha nagradasini yechib olsa bo'lar ekan. Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, bugungi videomiz o'sha yangiliklar haqida bo'ldi. Ya'ni Bigo Life'da yangilangani, Bigo Life 9 yilliga yangi qo'yilgan podarkalar haqida bo'ldi. Nima uchun? Bu chunki oldinlari tushgan podarkalardan faqat vidushilarga foyda bo'lgan bo'lsa, hozirgi o'tgan podarkalardan donatorlarga ham anchagina foydasi bor ekan. Bu haqida ham ma'lumotni olib oldik. Ko'pchilik keyin savol beribdi, yana donator bo'lsak, bizga qanaqadir foyda bormi? Donator bo'lib turib pul topsak bo'ladimi debdi. Donator bo'lib turib pul topsak bo'ladimi? Boya shu savolga javob berdim. Agar men donator bo'lganimda o'zimga vidushi akkaunt ochtirib, uni biron bir tanishim yoki ishonchli insonimga berib, soatlarni to'ldirib, o'zim donat qilardimda, uni planini yopib, ya'ni keladigan oyligini yoki tushadigan dohodini yana almashtirib, o'sha balkim donatorlarning endi 90% o'yin o'ynaydi. O'sha o'yinlarga aniq qilib ishlatib, yana qaytib plan qilardim. Bu narsa hech narsaga olib kelmaydi, sizlarni plyusga olib kelmaydi. O'zi donator so'zining ma'nosi ehson berguvchi degan ma'noni bildiradi. Donator qachon o'zini ma'lum miqdorga biznesi bo'lgan, yetarli biznesi bo'lgan, puli me'yoridan ortiq bo'lgandan keyin qanaqadir razgricheniya, ya'ni klublarga o'shani ishlatmasdan turib, mana bu yerga kimlargadir yordam beradigan insonlar donator hisoblanadi. Ya'ni endi donator bilan donatorda farqi bor deganim, endi har xil jinniliklar qiladigan insonlarga podдержка qiladigan yoki imkoniyat cheklangan insonlarga podдержка qiladigan donatorlar bor. O'sha donator ham o'zini kimga podдержка qilishini hisobga olgan holatda hurmat qozonadi. Ya'ni yaxshi insonga podдержка qilsa, demak bu ham yaxshi inson. To'g'risi, men donatorlarni muhokama qilmayman.
Chunki o'zim kuratorman. Kuratorda ham har xil bo'ladi, donatorda ham har xil bo'ladi, videochilar ham. Inson hech qachon bir xil bo'lmaydi. Hammada kamchilik bo'ladi. O'sha mukammal inson bo'lmaydi. Faqat sinayapti. Nima deydi? Qo'rquv paydo bo'lyaptimi bilmayman yoki ishlolmayman degan bir miyasida narsa paydo bo'lyaptimi? Ishlolmayapti. Keyin Bigo Life'dan chiqib ketaman degan xayol miyasiga kelyapti. Ularga qanaqa maslahat berasiz? Uychi uyini o'ylaguncha tavakkalchi ishini bitiradi degan narsa bor. O'sha narsa, ya'ni kimgadir yo'nalish berilgandan keyin sabr qilsa, o'sha sabrining evaziga qanaqadir mukofot oladi. Biz yaqinda TikTokda efir qilib kirgizgan videochilarimizni, ya'ni boshlovchilarimizni 90% harakat qildi plan qilishga, даже ular 30 ga plangacha yopishga harakat qilishdi. Biz aynan ularga shu narsa bo'yicha yo'nalish berdik, ya'ni sabr qilish. O'sha boshida o auditoriyasini yig'ib, o'zini tanitib, efirni ochish, ya'ni aktiv holatiga kelishi, videochilikdan o'tishi jarayonigacha sabr qilishni o'rgatdik. Ular sabr qilgani evaziga efirlarga 400-500 ta odam o'tirib, o'zlarini donatorlarga ega bo'lishdi va o'sha TikTok platformasida topa olmaydigan pullarni aynan bizdan topishdi. Chunki bizning platformada qulayliklar ko'proq bo'lgani uchun bizning platformalarga yoqib tushdi. Nima qulayliklari bor degan savol. Nima qulayliklari bor degan savol tug'iladi. Juda ko'p qulayliklar. O narsa uchun alohida video tayyorlaymiz. Qulayliklarni keltirib qisqacha deb aytib bera olaman, chunki men o'zimda sinab ko'rdim bu narsani. Qanday sinadim? Ya'ni TikTokda ma'lum vaqt efir qilib ko'rdim. Menga maslahat berdi, to'g'ri. Sovg'alar tushdi. Lekin bitta narsa, mana shu TikTokka yo'qotgan vaqtimni agar men Bigoga sarflasaydim, men 2 baravar zo'r natija ko'raydim. Nima uchun? Chunki TikTokda menga podarka tashlanyapti. TikTokda auditoriyamni boshlashim uchun, olib borishim uchun men uровенimni ko'tarishim kerak ekan. Ya'ni qanaqa podpischikingiz ko'p bo'lsa ham u yoqda farq qilmaydi. Uровенimni ko'tarishim kerak. Ya'ni menga tashlangan podarkani men o'zimga dohod qilib yechib olmay turib, birovlarga urib, men uровенimni ko'tarib, keyin dohodga kirar ekanman. Men dohodga kirishim uchun kamiga 4 oy vaqt ketish kerak ekan. Ya'ni 4 oy men TikTokka kirib, o'ziga оборот qilib, o'zidan olganimni o'ziga urishim kerak ekan. Lekin Bigoda bu narsa yo'q. Bigoni eng katta qulaylik tarafi mana shu deb bilaman. Chunki TikTokka kirib, оборот qilib, uровенni ko'tarib, keyin pul ishlamaysiz. Bigoda primoy kirasiz, kirganingizdan birinchi oyda o'zingizning harakatingizga qarab, o'zingizni ishlashingizga qarab, yaxshigina daromad qilib olsangiz bo'ladi. Men shu narsani bildim. Hozir buni farq mana shunda juda katta. Qaysidir platformani yomonlab, o'zimizni platformani reklama qilish uchun emas, bu действительно real narsa. Bu yoqda kuratorlar yo'q, tushuncha beradigan inson yo'q. Bu yoqda kurator, ya'ni o'zining tushunchasiga ega bo'lgan, ya'ni platformani to'liq tushuntirib beradigan, pullarni sinoat qilishga yordam beradigan, ularni batllarini nazorat qiladigan, registratsiya qiladigan inson, ofitsialniy batlar uyushtiradigan kurator bo'ladi. Bu yoqda yo'q. Bu yoqda hech qo'shimcha o'yinlari yo'q. Bu yoqda donatorlar qanaqadir o'yinlarni o'ynab, o'zlariga kerakli bo'lgan insonlarga donat qilishadi. Plyus tomonlari shu. Ko'p plyus tomonlari bor. Bu narsa uchun yaqinda video chiqaraman, o'sha razницасini tushuntirib o'taman. Uni tushuntirib berishingiz uchun juda ham lekin ko'p vaqt kerak bo'ladi, chunki Bigo Life'da aytganingizdek plyus taraflari juda ko'p. Donatorlar uchun ham, videochilar uchun ham. U yoqda aytganingizdek tushuncha beradigan odam yo'q, birinchi kirgan odam nima qilishni bilmaydi. Ana shu uchun men har tomonlama Bigo Life'ni qulay deb, ma'qul deb bilaman o'zimga. Chunki men TikTokda ham ishladim, Like'da ham ishladim. Eng qulayi, eng zo'ri, eng daromad keltiradigani shu Bigo Life deb bilaman. O'zimni fikrim bu. Shaxsiy fikrim. Onlayn platformalar ichida Mirovoy reytingda o'zini yuqori pog'onasini, ya'ni 4-topda turadigan platformalardan bittasi hisoblanadi. Demak, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, agar kommentariyalarda yozasizlar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Sizlar bilan kurator Baha Sakson va Parviz Music.
va kuratorda admini Parviz. Hammaga rahmat e'tiboringlar uchun. Agar qanaqadir savolinglar, qanaqadir tushunmovchiliklar, tushunmagan joyinglar bo'lsa, opisaniyada men nomerlarni qoldiraman. O'sha yerdan nomerlarni olib so'rashingiz mumkin. Kimda kim agar vedushi bo'lmoqchi bo'lsa yoki shu Bigo Life'da o'rganib shu yerdan daromad qilaman deydigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Telegramdan biz hamma обучение videolarigacha tashlab beramiz. Sizlarga nolidan yuzigacha o'rgatib beramiz. Qadrdonlarim, yaxshilarim, hammangizga xayrli va barakali kun